Qani, bismillah. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchi obunachi do'stlar, sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi Ahmad Bobo Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, do'stlar, bugun hafta kuniga payshanba, 2026-yil 12-mart. 12-mart sanasida mana biz yana o'sha o'zimizning xonadondan video syomka qilib kanalga joylashga harakat qilib turibmiz. Xo'p, havo harorati keskin sovib ketdi. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqda mana quyosh chiqqan joylar eriyapti. Mana quyosh tushmagan joy, salqin joylar salgina muzlagan yer. Ashnaqa ob-havo sharoiti bo'ldi. Nimagadir isib turib 3 kunmi 4 kun qattiq sovuq bo'ldi. Shunday bo'lsa ham biz o'sha o'zimizning xonadondan bir syomka qilib kanalga joylaymiz degan maqsadda syomka qilishni boshladik. Mana molxonalarni anaqa eshiklarini ham kechqurun sovuq bo'lganligi uchun yopib qo'ygandim. Hozir ochib ko'rsatamiz ichkaridan. Hurmatli akalar, ukalar, mana molxonaning eshigini ochib oldik. Molxonaga kirib hozir yem berish jarayonini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Chunki shorts videolarni qo'yib boryapmiz. Shorts videolarning tagida juda ko'p iliq fikrlar, so'zlar bo'lyapti. Hammangizga rahmat, iliq fikrlarni bildirayotgan insonlarga, obunachilarga, kuzatuvchilarga. So'rashyapti, shu novoslar o'zi qanaqa yem yeydi, o'sha haqida ham to'liq video qo'yib ko'rsating deyishgani uchun mana video syomka qilib bugun berilayotgan jarayonni ham bitta o'zim bo'lsam ham olib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda ko'rib o'tishinglar mumkin. Somonlar drabilkadan chiqarilgani bor. Mana shu to'g'rida hammasiga ikkitadan beriladi somon. Somonni berib bo'lgandan keyin ustidan mana bu dekada hop bitta to'ldirib suv olib ustidan sepib chiqiladi. Buni hozir video davomida ham ko'rsatib o'taman, prosta aytib o'tyapman. Hozir novoslarning mana umumiy ko'rinishi ne ko'rsatib qo'yay deb syomka qilyapmiz. Albatta qo'ldan kelganicha xato kamchiliklar bo'ladi, albatta biz nima desa bo'ladi. Qo'ldan kelganicha olamiz hamma videoni. Shuning uchun oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, novoslar o'zgargan bo'lsa o'zgarmagan, o'zgarmagan bo'lsa o'zgarmagan, o'zgargan bo'lsa o'zgargan deb fikr mulohazalaringizni kommentariyada bildirib qoldirishingiz mumkin. Keyin kim qayerdan ko'ryapti, shuni ham yozib o'tsanglar kommentariyada. Biz juda ham xursand bo'lamiz. O'qib javob yozamiz hammasiga qo'ldan kelganicha. Shu zanjirchaynlar novosimiz hali ham mana ko'rishingiz mumkin. Zanjiri chaynab yotibdi. Novoslar mana oldi tomondan ko'rinishini ko'rdinglar. Hozir orqa tomondan ham ko'rsatib o'taman. Hozir ertalabki soat 7:30-8 atrofida bo'lyapti O'zbekiston vaqti bilan. Bizni manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Xo'jaqishloq qishlog'ida. Buni ham aytib o'tib ketay. Juda ko'pchilik o'sha kommentariyada bu novoslar qaysi viloyatdansiz deb yozishyapti shorts videolarda. Videoku kam qo'yyapman. Shorts video qo'ldan kelgancha har kuni o'sha yem berish jarayoni yemdan oldingi qilib qo'yib ketyapman. Juda ko'p, men uchun juda ko'p hisoblanadi. Ko'rilyapti. Men bundan juda ham xursandman. Hozir novoslarni orqa tomondan ham ko'rsatib o'taman. Novoslarni orqa tomoniga o'tganimda negativ kommentariyalarni yozishni boshlamayni, chunki hozir endigina keldim. Hali novoslarning tagini tozalashga ham ulgurmaganman. Hozir bir qator ko'rsatib o'tgandan keyin tagini tozalab yana ko'rsataman. Mana oxirini ko'rsatib o'tay. Oxirimizning ichida hammasini oldida kattadan tuz bor. Yalama tuz. Oxirimiz mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Deyarli bo'sh. Shorts videolarning tagida bitta obunachimiz yozib so'rashgandi. Siz oxiri
Anaqa shipirib qo'yasizmi? Oxir shunchalik toza bo'lmaydi. Mana novvoslarim men boqayotgan mollardan juda ko'p atxod chiqadi, ularni musorga tashlab yuboraman deb yozib o'tgan edilar. Shuning uchun men so'z isboti bilan deb mana oxiri ko'rsatib o'tyapman. Oxirimiz bo'sh. Bular hammasi o'sha kecha kechqurungi ozuqani yeb tugatgan. Oxirimiz shu holatda turibdi. Endi hozir orqa tomonidan ham ko'rsatib o'taman. Hurmatli do'stlar, akalar, ukalar, YouTube tomoshabinlari, mana biz o'sha novvoslarni orqa tomonidan ko'rsatib o'tamiz deb aytgandik. U tomondan yorug' tushayotganligi sababli zo'r ko'rinmasligi mumkin. Buning uchun biz uzrlarimizni so'rab qolamiz. Novvoslar albatta o'zgarayotgan bo'lsa o'zgarayotgan, o'zgarmayotgan bo'lsa o'zgarmayotgan deb fikr mulohaza kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Kommentariy har doim hamma uchun ochiq. Novvoslarni ko'rishinglar mumkin. Mana shu tarzda novvoslarni qo'ldan kelgancha boqyapmiz. Bu ikkitasi Qirg'iziston paroda novvoslar. Mana o'rtadagi. Narigi o'zimizda Jayder местный novvos hisoblanadi. Mana bu Golstein novvos. Bu ham ancha semirib o'ziga kelyapti endi. Hozir endi bir qator ko'rsatib o'tdim. Videolar yoqayotgan bo'lsa albatta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qo'ldan kelgancha syomka qilib kanalga qo'yib boryapmiz. O'zimizga bu qo'nlanma va kimlar uchundir yoqayotgan bo'lsa shu tarzda ham oddiy qishloq sharoitida mol boqib daromad olsa bo'ladi degan video qilib qo'yib boryapmiz kanalga. Hozir endi tagini bir qator tozalab olamiz. Yana pauzani bosib turamiz. Hurmatli akalar, ukalar, do'stlar, obunachilar, kuzatuvchilar, mana tagini chesta qilib tozalab oldik, shipirib. Endi oldi tomoniga o'tamiz. Oldi tomonidan shu yem berish jarayonini syomkasini boshlaymiz. Oldi tomoniga ham o'tib oldik. Novvoslar mana oldi tomonidan ko'rinishi. Hozir somonini berishdan oldin novvoslarni mana ko'rishingiz mumkin. Tepa tomonidan ham ko'rinishi. Somonini berishdan oldin yem tayyorlab olishimiz kerak ekan. Chunki yemimiz qolmabdi. Hozir buni ham qo'shib syomka qilib o'tib ketaman. Bizni ko'rishda davom eting. Hozir yana qaytamiz. Hurmatli akalar, ukalar, mana 2 qop kepak olib keldik. Bu Qozog'istonning Raps kunjarasi. 2 qop kepagimiz 25 kilodan 50 kilo. Bu 35 kilo. Mana shu 35 kilo kunjaraga 2 qop kepakni aralashtiramiz. Bu yerda hop 15 kilogram chiqib qolsa kerak taxminan aytganda makkani uni bor mana. Buni ham qo'shamiz. Shu uchovini aralashtirib omoqligini hozir tayyorlaymiz. Video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu novvosimizga necha zanjirchanglar. Akalar, ukalar, hop, mana birinchi qop kepagimizni to'kib oldik. Shu oddiy o'zimizda qozoq kepak deb aytishadi-ku, o'sha kepakdan. Endi buni ustiga hozir mana makka unini to'kamiz. Un ustidan boyaga aytgan kunjaramni to'kamiz. Qadrli akalar, ukalar, mana kunjarani ham to'kib oldik. Kunjaramiz yog'liligi juda zo'r ekan. Qo'lga ushlab michiqlab turib tashlaganingizda mana qo'lingizda yog'i qolganini his qilsangiz bo'ladi. Bu degani
kunjara yaxshi kunjara degani bo'ladi. Hozir buni ustidan endi makkan unini to'kib olamiz. Polvon tiqillatavermagan shuni. Iltimos sendan omalay. Zeriktirding-ku. Tak tursang ham bo'ladi-ku. Makkan unni ham mana ustidan kunjaraning ustidan yotkizdik, to'kdik. Endi mana bir qop kepagimizni ustiga to'kib aralashtiramiz. Shu bilan yemimiz tayyor bo'ladi. Kepani ham mana to'kdik ustidan. Endi buni ketmon yordamida aralashtirib olamiz. Hozir ketmonni olib kelsak, bu qoplarni olib tashqariga olib chiqib qo'yamiz. Qop qo'yadigan joy bor, shu yerga. Aralashtirsak, yemimiz tayyor bo'ladi. Xullas, yemimizni ham aralashtirib oldik. Shu ko'rinishga keldi mana. Xo'p, kepak, kunjara, makkan uni. Juda zo'r omoqda yem hosil bo'ldi. Endi yem berish jarayonini boshlaymiz. Hozir bir boshdan somon berib chiqamiz. Shu tog'ramizda har bitta novusimizga ikkitadan to'ldirib tashlab chiqamiz. Somonni ham mana ikkita tog'radan to'kib tashlab chiqdik. Endi mana bu yerda mana suv to'ldirib olib keldim. Hozir ko'rsatamiz. Qochib tur polvon. Mana shu tarzda mana qoch. Ustidan sepib chiqamiz. Mana ko'ryapsizlar degan umiddaman. Bitta qo'limda telefon, bittasida leka bo'lganligi uchun juda neudobno bo'lyapti. Xullas shu tarzda somonni ustidan suv sepib chiqamiz. Hozir qolganini ko'rsataman. Lekada suv quyib chiqdik. Somonning ustidan. Bu yerda mana sulusimiz bor. Gideti 10 kilogramcha qolgan. Kechagina kechqurun yeganidan. Hozir buni ham mollarga berib chiqamiz. Sulusini ham mana somonning ustidan to'kib berib chiqdik. Kimdir aytishi mumkin, sulus juda ham oz. Sulus oz beryapsan, somon ko'p deyishi mumkin. Somonni 30%, sulusni 70% qilib berish kerak aslida. Endi hammani anaqa, nima desa bo'ladi? Cho'ntagiga qarab deylik-ku. Sulusni qopini 20 kilosini 20 ming so'mdan sotib olyapman. Somon undan arzonroq tushadi. Shuning uchun men sulusni kamroq, somonni ko'proq qilib novosaga berganman. Shunda ham menga yetarli bo'lyapti. Aslida lekin sulusni ko'proq qilib bersangiz ham juda zo'r bo'ladi. Tezlashadi, anaqa semirish jarayoni-yu. Endi imkoniyatdan kelib chiqqan holatda shu tarzda biz beryapmiz. Yemimiz tayyor. Mana cho'michimiz bor. Hozir mana cho'michda mana syomkani o'chirmagan holatda hammasiga berib chiqishni boshlaymiz unda. To'xtab tur. Mana. Shu tarzda mana shu cho'michda har bittasiga mana to'ldi. Ikkitadan berib chiqiladi. Ol, polvon. Olaverchi. Mana. Syomkani o'chirmagan holatda beryapman. Mana. Ha, o'g'lim, ashiga qo'y. Bo'pti, ashiga qo'y. Hoppa. Molga yem beryapman-da, o'g'lim. O'g'lim ham yetib keldi. Qayda borsin?
mollashiy deydi-ku o'g'lim. Hammasiga hozir bittadan berib chiqdik. Xo'p, yana bittadan cho'mishda berib chiqamiz. Taxminan aytganda cho'mishdagi yemimiz 2 kilo 2 kilodan ozgina oshiqroq chiqsa kerak. 1,5-2 kilodan atrofida yoki 2 kilodan ozgina oshiqroq chiqadi taxminan aytganda. Ana. Sen molingga ham beramiz o'g'lim. Sen molingga ham beramiz. Hammasiga beramiz. Hozir. Ikkinchi cho'michcha o'sha berib chiqyapmiz. Bor, achayni oldilariga bor. Bo'ldi, asha qo'yib qo'y. Bor, achayni oldilariga yugur. Sen molingga birinchi beramiz o'g'lim, bor. Bo'ldi, hop. Hop. Nima ko'pgina o'g'lim? O'shanga. Baba chiqaman. Yo'q, uyga chiqmaysan. Yo'q. Yiqilib tushasan. Yiqilib tushasan. Shu tarzda mana yemlarni berib bo'ldik. O'g'lim po'choq olib keldi, mana mashinga beraveramiz po'choqga. Yangi po'choq sveji. Berdim, men achangga olib borib berdim o'g'lim. Yugur. Hurmatli akalar, ukalar, mana qo'ldan kelgancha syomka qilib ko'rsatib berishga harakat qildik. Albatta, videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, kommentariyada fikrlaringni qoldirishinglar mumkin. Shu tarzda oddiy uy sharoitida, qishloq sharoitida novvos boqsa bo'ladi. Mana ertalab shu tarzda qaraladi. Shu bilan bo'ldi. Kechgacha hamma novvoslar damini olib yotadi. Bu oxirdagi ozuqamiz, ya'ni yem, somon, sulus umuman qolmaydi kechgacha. Kechgacha уже bir dona ham qolmaydigan darajada yeb bo'ladi. Shunaqa akalar. Novvoslarni ko'ryapsizlar mana. Qo'ldan kelganicha albatta. Novvoslarning taxminiy kilosini ham aytib o'tib ketinglar. Bu birinchidagi novvosimiz necha kilo chiqishi mumkin taxmin qilinglar. Hammani taxmini har xil chiqadi baribir. Bu ikkinchidagi novvosimiz, mana tepalari bilan ko'rsatyapman. Necha kilo atrofida chiqishi mumkin. Ikkinchi oqboshimiz. Uni uchinchisi. Bunisi necha kilo chiqishi mumkin? Mana buni ham tepasini ko'rsatib o'tyapman. Mana yondan ko'rinishi. Golshtaynimiz. Rosa katta buni. Bo'yni balandligi. Lekin ozg'in. Mana tepasidan ham ko'rishingiz mumkin. Tepasi hali buni anaqa suyagi yo'q bo'lib ketmagan umurtqa pog'onasi. Semirishga endi kelyapti bu novvosimiz. Ammo yeb ichishi juda zo'r, kombayn. Hech nimani qoldirmaydi. Hammasiniki ham yaxshi, bitta hozir ko'rsataman. Xo'sh, novvosimiz juda zo'r emas. Yeydi, sekin yeydi mana bu novvos. Mana shu novvosimiz sekin, o'ta sekin yeydi. Oldiga tashlagan mana kepak kunjuramiz, omoq temimiz mana deyarli turibdi. Qolganlari o'zi yalab anonga qo'shib somonga yeb bo'lyapti. Buniki hali turibdi. Shu tarzda boqyapmiz. Kimgadir bu videolar manfaatli, foydali bo'layotgan bo'lsa, biz bundan albatta juda ham xursandmiz. Qo'ldan kelganicha syomka qilib kanaliga qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Biz bu videolardan maqsadimiz kimgadir nimadir o'rgatish emas.
kimdir bilmasa qo'llanma, bilganlar uchun eslatma bu. Bo'ladi deb video syomka qilib qo'yib boryapmiz. Hammanglarga Allohdan barakali kun tilab qolamiz. Tutayotgan ro'za Ramazon kunlarida, ulug' ayyom kunlarida hammamiz ro'za tutyapmiz. Ro'zalarimizni Alloh o'zini dargohida qabul qilsin. Hammamizni xonadonimizda shunga o'xshagan bundan-da ko'p, bundan-da yaxshi novvoslar juda ko'p bo'lishini Xudoning o'zidan so'rab qolamiz. Barchanglarga omad yor bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sog' bo'linglar obunachilar.